Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Respublikasi Davlat milliy kutubxonasi O'zbekistondagi eng yirik kutubxonashunoslik va bibliografiya bo'yicha O'zbekiston Respublikasining ilmiy-uslubiy markazi. Respublikaning ma'naviy-madaniy markazi sifatida jamiyatning ma'naviy va axborot ehtiyojlarini qondirish, fan, ma'orif, milliy madaniyatni boyitishga xizmat qiladi. Mamlakatdagi barcha kutubxonalar uchun kutubxonachilik, bibliografiya, ilmiy tekshirish, metodik va axborot ishlarini amalga oshiradi. Toshkent shahrida 1870-yildan Toshkent ommaviy kutubxonasi nomi bilan asos solingan ushbu kutubxona 1886-yildan Turkiston ommaviy kutubxonasi, 1919-yildan Turkiston xalq kutubxonasi deb atalgan. 1925-yildan O'zbekiston davlat kutubxonasi, 1929-yildan O'rta Osiyo davlat ommaviy kutubxonasi, 1934-yildan O'zbek davlat ommaviy kutubxonasi edi. 2002-yilda kutubxona fondi kitob palatasi tugatilganligi sababli uning fondiga qo'shildi va milliy maqomini oldi. 1948-yilda Alisher Navoiy tavalludining 500 yilligi munosabati bilan kutubxonaga shoir nomi berilgan. O'zbekiston Milliy kutubxonasi Respublika ilmiy-texnika kutubxonasi va O'zbekiston Milliy kitob palatasini o'zida birlashtirgan yirik bilim maskanidir va fondida 6,5 millionga yaqin kitob bor. O'zbekiston Milliy kutubxonasida quyidagi bo'limlar mavjud: kitobxonlarga xizmat ko'rsatish, fondni butlash, adabiyotlarga ishlov berish, kataloglar bo'limi, kitob saqlash, ilmiy-uslubiy, milliy bibliografiya, axborot, o'smirlar bo'limi, madaniyat va san'at bo'yicha ilmiy axborot, chet el adabiyotlari, kutubxonalararo abonementlar, avtomatlashtirish va axborot texnologiyasi, ilmiy tadqiqot markazi, nashriyot, tahririyat, nodir va qadimiy nashrlar, depozitlar saqlash fondi, nazorat dispetcher, ma'muriy xo'jalik bo'limi. O'zbekiston Milliy kutubxonasining asosiy vazifasi kitobxonlarga tezkor, sifatli xizmat ko'rsatish, yig'ilgan axborotni kitobxonga yetkazish, o'tmishning boy tarixiy madaniy merosini, axloqiy g'oyalarga to'la asarlarni to'la o'rganishga yordam berishdir. Uning o'ta qimmatbaho va nodir nashrlar fondi kutubxona kitoblar to'plamining faxri bo'lib, unda 15 mingdan ortiq nodir kitoblar va qo'lyozmalar bo'lgan.